Qo'yinlarim qarsam ba'zilari kashtik ekan. Ya'ni sayohatchilar sotgan har xil narsalarni kashlar ekan. Yana ba'zilar bo'lsa zavodlarning kamplarına kirib o'raydi ekan. Men ularga ergishib, ularni qilib boqdim. Palla tikib boqdim. Kashlarni tikib boqdim. Lekin uyda ikki balam bo'g'achqa uyda yig'izar. Bu ishlar ish bo'lmadi. Shunaqa qilib bolalarimni bir qarqamdan chiqargan bo'ldim. Ba'zi ayollar haqiqatan ishdan batmaydi. 2-4 tal pulni ko'riblar o'zini shunday cho'dolab ketadi. Lekin menda kunlar japan mushoqat o'tgan, qiyinchilik yashagan odamlarning turmushimda darsangiz, aslida men baxtli ekanman deb o'ylab qolasiz. Mening turmushim atrofimda ichim ortadi. Ba'zilar xolis ancha-muncha yordam qiladi. Lekin men o'zim behuda boshqalardan yordamni qabul qilgim kelmaydi. Shundoq tirishib yurib, har holda ikkisini keyin-keyin cho'm qilib oldim. Hamda ularni yasliga verdim. Shu chog'larda kunlik ish qilatsam, balla qaradigan odam yo'q. Soatlik ish qilatsam, yana shu. Shunga uyga kelib, azonga ish qilib, bir kunlik 4-5 kunni to'xtasam, mayli deb shunaqa islaydim. O chog'larda bizga nisbatan 10-20 so'm degan nayt cho'ng gaplar u. Shunday qilib kunlarimizni bir bir-birini qo'llab o'tib. O chog'larda tamoqlarimizni go'shtdan ko'rolmay, ko'rgil bo'lmaydi. Balalarim ham undaq pek yaxshi yuzib qalamaydim. Shu kunlarimga qarab yig'lab ketadim. Yo'lchimning azari yo'q. Shunday yaxshi. Tirishib, az topsin, jiq topsin, hamma uyga kiradi. Uyim balam deb yuradi, ket saparni jiraqdi. Shunday qizlar. Agar shunday yo'ldoshlalar bo'lsa, pek qattiq qilinglar. Ko'zni yumqoqcha bu jon bardiba yo'q bo'lib qoldi ekan. Yo'ldashimning armini shundoq chiqiydim. Qaynatamda dastlabda lahvarimizni so'rgan bo'ldi. Keyin mening bu ish qilganimni ko'rib, kamasli bo'ldi. Navamlar bilan bir kar bo'lmadi. Halim bo'lsa, uyim bo'lsa, muqim bo'lsin, pakat deb o'ylab qolma ba'zida. Uyim bo'lmagan bo'lsa, nalarga berib sargardan bo'lib yuratdim. Uyimdan to'ttamga qarab, shundoq yig'lab ketatdim. Shunday chog'larda ajoyib nachar alam ekan. Yo'lchimning yaqin o'tgan do'st birodarlari birato'la narsadan ko'tarib Alloh valangiz qadar deb so'rab qo'yib ketgan bo'lsa, qancha xush bo'lib ketadi-ma. Bolalarim cho'ng bo'ldi-ku. Men bunday bir o'tib olmayman. Men bu ba'zi kishilarning ko'ziga shundoq past, nachar ko'rinib ketadigan nima deb qolman. Ba'zilar kirib men shundoq gapga sog'am bo'ldi. To'y qilsak, bolalaringizni o'zim boqaman deganlar bo'ldi. Nemlilik. Her qism kishilar bo'ldi ekan. Lekin men o'z prinsipimda ching turdim. Har qism ularning kelgan narsalarga bo'ptilar deb o'zimni otib o'tmadim. Yana ba'zilarning kelgan narsalarni joyingiz aytdim deb o'yni qo'llab chiqarganmi bo'ldim. Shu vaqtda boshqalar men elchi kirgizganmi bo'ldi. Arliq o'tir ichida har xil savdogarlarmi deqonlar bo'ldi. Lekin men ikki qizimdan nazarab o'zim shuncha japan mushoqat berib cho'ng qilsam, boshqalarning kirni yuvib, balsin berib, yana yo'qirib baqmaymanki, boshqalar berib to'y qilib, ularni uydan olib olmayman, deydim. Chunki hozir to'rladim ko'rimiz-ku, har xil nachar uyga otlam chiqadi. Endi insof bo'lib, kunimiz yaxshi o'tsa, o'tgancha agar insof bo'lmay, qizlarimga bir nacharlik qilib qo'ysam, endi ikkalisi qiz keyinlik butun umri barbod bo'ladi. Men shulardan qizlarimdan ansirab to'y qilishga petnamadim. Ham to'y muqammat